Assalomu alaykum, hurmatli aziz tomoshabinlar. Bugun judayam xursandchilik kun. Ochig'i ota sifatida va bitta mana shu vatanni fuqarosi, farzandi sifatida xursand bo'ldim. Sababi bundan bir qancha vaqt avval menga o'sha bir do'stlarimiz tomonidan bir ilovani ma'lumoti tashlangan edi va u ilovani eshitib chiqib xursand bo'lib, lekin ichimda bir narsa, buni imkoniyati bormikan degan bir xayol kelgan edi. Chunki biz bilamizki, bu IT sohasi, ilovalar sohasi anchagina vaqt va mablag' talab qiladi. Qolaversa, bugun raqobatlashish anchayin qiyin butun dunyo bo'yicha. Ammo bugun mana taqdimotga keldik va bu ilovaning nomi Sara ilovasi. Bu inglizcha Sara emas, bu aynan o'zimizning o'zbek tilidagi saralangan degan ma'noni bildiradigan Sara ilovasi ekan. Ilovani menga yoqqan 3 ta jihatini aytaman. Birinchisi, yosh farzandlari bor ota sifatida farzandlarimni gadjet, smartfonlardan foydalanishida doim men tahlikada yuraman. Chunki ularning qo'liga mutlaqo gadjetlarni bermaslik bu xato hisoblanadi. Gadjet berganda uni nazorat qilish imkoniyati doimo bizda yoki onalarda bo'lmaydi. Aynan Sara ilovasi bu gadjetlarda farzandingizni qo'liga tutqazganingizda sizni xotirjam qiladigan nazorat ilovasi hisoblanadi. Ya'ni gadjetda faqatgina qadriyatlarimizga, milliyligimizga, odob axloqqa mos bo'lgan kontentlar, multfilmlar va boshqa filmlar joylanar ekan. Ikkinchisi, bugun butun dunyoda juda katta kurash ketyapti. Bu ham bo'lsa insonlarni ongi va qalbini egallash. Ya'ni 9 sekundlik avlodni kashf qilish. 9 sekundlik avlod degani bor yo'g'i 9 sekundgina toqat qilib bir narsani ko'rib tura oladiganlarni shakllantirish. Natijada ularni boshqarish juda ham oson bo'ladi. Ular toqatsiz bo'ladi, besabr bo'ladi va o'z-o'zidan manqurtga aylanadi. Va manqurtga aylangan millatlarni, xalqlarni boshqarish juda ham oson. Dunyoni istalgan burchagidan, okean ortidan turib, bitta ilova bilan ularni boshqarsa bo'ladi. Bu kabi ilovalar juda ham ko'p, ammo o'zbek tilida aynan bizning qadriyatlarimizga mosi yo'q edi va bugun shuni ilk ilovasini taqdimoti bo'lyapti. Bu ikkinchi xursandchiligimiz. Uchinchisi, demak, biz dunyo IT sohasidagilari bilan miyalarni, qalblarni egallashga bo'lgan kurashga biz ham qo'shildik. Haqiqiy to'g'ri ma'nodagi kurash bu. Insonlarni ayniqsa yosh bolaligidan boshlab ularni ongini, qalbini egallashga qaratilgan multfilmlar orqali, eng asosiy qurollari bu multfilmlar. Multfilmlar orqali besabrlikni, axloqsizlikni yoki oilaga tupurib qo'yish kerak bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilishyapti. Ongi yetmaydigan ota-onalar bularga shunchaki qarayapti. Yoki multfilmlar orqali insonni o'sha diydasini qotiradigan, dinidan, axloqidan uzoqlashtiradigan, hattoki Xudoga bo'lgan ishonchini yo'q qiladigan darajadagi multfilmlar rivojlanib ko'paygan bir paytda bu kabi narsalar bizga juda ham zarur. Omad tilayman, xayrli, barokatli bo'lsin. Yaratgan egam bu ilovani mualliflari, hissa qo'shganlar, hamkorlik qilgan barchalariga, tashkilotchilariga xayr baraka ato etsin. Bu birinchisi bo'lgani bilan oxirgisi bo'lmasin. Bardavom, Xudo xolasa yaqin kelajakda o'zbek aytishnik mutaxassislari butun dunyoga turkiy tillarda, ingliz tilida, o'zbek tilida, butun dunyo tillarida axloqni, qadriyatni, ma'naviyatni targ'ib qiladigan ilovalar, multfilmlar, animatsion filmlarni demak muallifi bo'lishini yaratgan egamdan so'rab qolaman.